Barchaga assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Sizlarga men hozir muhim bir o'rgangan, tushunib yetgan, hayotda anglagan bir narsamni bo'lishmoqchiman. Mana aytamizku, muvaffaqiyatga erishish uchun qattiq ishlash kerak, muvaffaqiyatga erishish uchun qattiq mehnat qilish kerak, tinimsiz izlanish kerak va hokazo debda. Asli bitta narsani tushunib qoldim. Ya'ni muvaffaqiyat bu bizni masalan o'qigan ilmimiz uchun kelmaydi yoki muvaffaqiyat bu bizni yaxshi odam ekanligimiz uchun kelmaydi. Muvaffaqiyat bu bizni ko'p mehnat qilganligimiz uchun kelmaydi-da. Muvaffaqiyat bu shunaqangi bir kuchki, mana hozir qancha boylar bor, qancha muvaffaqiyatli insonlar, milliarderlar borda. Ulardan borib mana shu muvaffaqiyatini sirini so'raydigan bo'lsangiz, aniq bir javobni bera olishmaydi. Ya'ni qanday qilib boy bo'lib ketib qolganini, qanday qilib bittada ishlari kosmosga qarab chiqib ketib qolganini sizga fakti keltirib bera olmaydi. Nima uchun? Chunki har bir insonning hayotida muvaffaqiyat shu darajada kirib kelganki, inson o'zi tushunmay qolgan. Boy bo'lganini, puli ko'payib qolganini, ishlar oldinga qarab ketayotganini, daromadi, обороты bittada $1 million ga chiqib qolganini o'zi bilmay qolgan, shu narsani sezmay qoladi. Agar muvaffaqiyatni faqatgina bitta formulaga olib keladigan bo'lsak, uni formulasi quyidagicha. Avval men hozir sizlarga o'zim hayotim bilan bog'liq bir hikoyani aytib tushuntirib beraman, keyin bu oxirida men shu xulosani men sizga aytaman. Qarang, men hayotim davomida umumiy hisobda $250 ming qarzga kirib chiqdim. $250 ming qarzlarga kirib chiqdim. Bu bitta bir martadagi qarz emas. 5 yil ichida har yili pastga tushish, har yili ko'tarilish, har yili pastga tushish, har yili ko'tarilish, har yili pastga tushish, har yili ko'tarilish. Xuddi shu tarzda 5 yil davomida qarzlarga kirib chiqib o'sganman. Endi bitta o'zimni analiz qilgan vaqtimda shu narsani sezib qoldimki, ishlarimiz rivojlanganida, qo'limizda pulimiz ko'paygan vaqtda bizda anaqa yuqori kuchlar bilan, Alloh bilan bir munosabatimiz uzoqlashib qoladi. Ya'ni pulimiz ko'p bo'lgan vaqtda tashvishlarimiz, o'yin-kulgu, yaqinlar, tanishlar, dam olishlar shular bilan band bo'lib qolamizda, bizga boylikni bergan, bizga pulni bergan zotni esdan chiqarib qo'yamiz. Duolarimizda kam eslaydigan bo'lamiz. Endi mana bir o'ziz hayotingizdan bir olingda, hayotingizga bitta musibat kelsa, hayotingizga bitta muammo kelib qolsa, qanchalik darajada duoda bo'lasizda va hayotda bir ishlaringiz oldinga qarab ketganida qanchalik darajada duoda bo'lasiz. Ya'ni ikkalasining o'rtasida xohlaysizmi, xohlamaysizmi, tan olasizmi, yo'qmi, baribir farq bor. Masalan, menda bo'lgan shunaqangi farq. Ya'ni men tan olib aytaman bu narsani. Va yana muhim bir jarayon shundaki, muammolarga tushib qolasiz va atrofingizda hech kim qolmaydi sizga yordam beradigan. Hattoki oilangiz ham, hattoki yaqin do'stlaringiz ham hech kim sizga yordam bera olmaydi. Bu normal holat, chunki har bir inson o'zining tashvishi, o'zining muammosi bor. Va siz oxir oqibatda baribir borib ana u joy namozga taslim bo'lasizda, boshingizni o'sha joy namozga shuni qo'yib, bo'ldi, taslim bo'lasizda. Qo'lingizdan hech narsa kelmasligini, hech narsa siz xohlagandek bo'lmasligini shundan anglab tushunib yetasiz. Va aynan o'sha lahzadan boshlab hayotingizda siljish boshlanadi. Shaxsan men 2024-yilda 1 milliard so'm qarzga kirgan vaqtimda xuddi shunaqa holat bo'lgan. Hayotimda ma'nosini yo'qotib qo'yganman 2 oy ichida. Har xil fikrlar o'tgan miyamdan. Nima xohlayotganimni, nimaga qarab ketayotganim, hayotimda nima bo'layaptimi tushunmay qolganman. Har kuni insonlar telefon qilishadi, pulni so'rab, lekin menda ishlashga bo'lgan ishtiyoq yo'q, kuch yo'q. Xuddi bir tirik murdadek inson holatida bo'lganman. O'sha vaqtda yaqin bir insonim bilan, yaqin bir tanish akam, og'am deyman. Og'am bilan shu suhbatlashganimdan keyin o'tirganman, suhbatlashganman va o'zimni ichimda bo'layotgan bir holatni tushuntirib berganman. Va ular aytganlar, "Xonjon, bunaqa bomdodga chiqing" deganlar. Bomdodga chiqing, shu masjidgami yoki uydami? Umuman
harakat qiling shu narsani to'g'rilashga deganlar. Shularni gaplariga quloq solib, har kuni shu bomdod namoziga, masjidga piyoda borib chiqishni boshlaganman. Endi yo'lda ketguncha zikr qilib, xullas, shunaqa bir jarayon boshlandi. Hayotimda birdaniga baraka boshlandi. Ya'ni o'zimni yaxshi his qilishni boshladim. Ishlarim sekin rivojlanishni boshladi. Ya'ni ichimda bir quvvat paydo bo'ldi. Ruhan bir tinchlandim, sokin bo'ldim va bilasizmi, 2,5 oy ichida o'sha 1 milliard so'm qarzdan chiqib ketdim. 2,5 oy ichida 1 milliard so'm qarzdan chiqib ketdim. Ya'ni Alloh shu darajada baraka berib qo'ydi. Va bu hali hammasi emas. Ya'ni qarzdan chiqqanimdan keyin esa onamga mashina sovg'a qildim. Hayotim davomidagi eng katta summalarni, eng katta pullarni topgan davrim keldi. Ya'ni dastlab men eng katta chuqurga tushdim va undan keyin hayotim davomidagi eng katta summalarni qisqa vaqtda topadigan vaqtlarim keldi. Endi nima demoqchiman? Sizga umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsam, hech qanday muvaffaqiyat formulasi yo'q. Agar muvaffaqiyat formulasi bo'lganida shuncha aqlli insonlar bor-da, mana qarang, o'zingiz o'ylab ko'ring. Institutda o'qigan, magistraturada o'qigan, doktoranturada o'qigan inson bu formulani shunday o'qib o'rgana olmasmidi yoki amalga bundoq bir qo'llab ko'rmasmidi? Laboratoriyada qancha ilmiy ishlar qiladigan insonlar nahotki bitta muvaffaqiyat formulasini o'zlarining hayotlarida bir amalga qo'llay olishmasmidi? Yo'q. Nima uchun? Chunki bunday formulani o'zi yo'q. Hayotimiz, taqdirimiz hammasi yozilgan, tayyor. Ya'ni nima deydi? Qalamlar ko'tarilgan, qog'ozlar qurgan. Ya'ni siyoh ko'tarilgan, qog'ozlar qurgan degan gap bor. Taqdirimiz yozib bitilib bo'lgan va hayotda bizga tanlovlar beriladi. Hayotda nimani tanlashimiz, qaysi yo'ldan ketishimiz, nima ish qilishimiz hammasi bizning o'z qo'limizda, tanlovlarimiz evaziga. Lekin qaysi yo'lni tanlaydigan bo'lsak ham taqdirimiz yozib bitilgan. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, formula yo'q. Agar formula bo'lganda, hamma inson o'sha formuladan foydalanib boy bo'lib ketishi mumkin edi yoki bo'lmasam millioner, milliarder bo'lib ketishi mumkin edi. Lekin unaqangi formula yo'q. Men biladigan bitta formula bor. Balkim sizni muvaffaqiyatga erishishingizga sabab bo'lar. Balkim hayotingizda hech qanday ahamiyatga ega bo'lmas. Lekin bir o'ylab ko'ring. Natijani, sizga nima kerak ekanligini aniqlashtiring va Allohdan shu narsani xayrlisini berishini so'rab duo qiling va o'zingiz shu narsaga erishish uchun qo'lingizdan kelgan hamma harakatingizni qiling. Bo'ldi. Shu qisqa. Boshqa ortiqcha narsa yo'q. Ya'ni boy bo'lishni xohlaysizmi? Nega boy bo'lmoqchisiz? Nima uchun? Aniqlashtiring. Va Allohdan so'rang. Allohim menga boylikni xayrlisini ber, manfaatlisini ber, keraklisini ber. Ya'ni qalbimni shu narsaga bog'lab qo'ymagan. Menga boylik kerak bu dunyoda insonlarning bir rivojlanishiga o'z hissam qo'shish uchun masalan. Va qalbimni bu narsaga bog'lab qo'ymagan deb duo qilib harakatingiz qiling, yetkazadi. Agar shu narsa siz uchun kerakli bo'lsa, xayrli bo'lsa va siz bu narsaga tayyor bo'lsangiz, Alloh sizga bu narsani beradi. Butun dunyoni havo bilan, shunaqa bir kislorod bilan ta'minlab qo'ygan zot sizga siz xohlagan bir narsani bermaydimi? Albatta beradi. Faqat shu narsani mas'uliyatini o'zingizga oling. Ya'ni qo'lingizdan keladigan bir sababni qilib, o'sha narsaga intilib, harakatlaringizni ko'paytiring. Qanchalar ko'p shu narsaga nisbatan xohlagan maqsadingizga, xohlagan istaklaringizga nisbatan harakatni ko'paytiradigan bo'lsangiz, ertami kechmi muvaffaqiyat baribir keladi. Muvaffaqiyat siz xohlagan narsa baribir sizga keladi. Nima uchun? Chunki inson bu dunyoga nimaga intilsa, o'sha intilgan narsasini oladi. Ya'ni inson nimaga intiladigan bo'lsa, o'sha narsaga erishadi. Va intilgan narsasidan inson qochib qutula olmaydi. Shunchaki Allohga tavakkal qiling va qo'lingizdan kelgan barcha sabablarni qilishga harakat qiling va inshaalloh muvaffaqiyatga erishasiz. Video sizga foydali bo'lsa, agar
biror bir tushuncha olgan bo'lsangiz, shunchaki o'z tushunchangiz bilan nima anglaganingiz yoki hayotingizda bo'lgan shunaqangi bir holat, voqeani bir yozib qoldirsangiz, men uchun qiziq. Har birini alohida o'qib chiqaman. O'ylaymanki, sizlarga bu video foydali, manfaatli bo'ldi. Ertalabdan shu videoni prosta yozdim. Mana hozir ovqatlanib, zavtrak qilib turgan vaqtim edi. Birdaniga qo'limga telefonni oldim va bu videoni yozdim. Rahmat hammanglarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Foydali, manfaatli videolarni o'tkazmaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat.